vositasi yo'q patirni, qadri qolmas qadrni. Agar ayol bo'lmasa, Sumalak partiyani boshqarib, mana shu yerga hammalaringni mehmonga chorlab, yelib yugurib xizmat qilib tashkillagan 5 ta tashkilotchimizni, ya'ni blogerlarimizni yonimga taklif qilaman. Bu yerdagi mehmonlarning bir qismi meni taniydi, yana bir qismi meni taniydi. Blogerlar kelib yetishib chiqishi uchun men blog ochganman. Eng qo'qonimizni butun dunyoga tanitish bo'yicha hammalarga assalomu alaykum, xush kelibsizlar aziz mehmonjonlar va o'zimiz sabrsizlarimiz to'g'ri bo'ladi. Niyatimizga kerakli hamma o'zini ishini ustalari, uy bekalari bo'lsa ham nimadir o'rganaman deb kelishdi. Inshaalloh niyatimiz chiroyli. Xudo xolasa hammamiz bir jamoamiz. Mazza qilib 2 kun birgalikda. Qaro ko'zli sanamjon, o'zing yaxshi bilasan, qayda vafo deb so'rab nima. Qo'qon shahrida menimcha birinchi marta bo'ldi. Ancha yillardan beri shunaqa